5 xona, 3 ta sanuzel, barcha xonalari alohida 140 metr kvadratli xonadonimizni sizlarga obzor qilib bergani keldik. Assalomu alaykum qadri baland obunachilarimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Birinchi zal qismimizdan boshlaymiz. Xonadonimizda ikkita umumiy zal qismi bo'lib, birinchi zal qismi xudo xolasa didi nozik mehmoniylar uchun moslashtirilgan, ko'rishingiz mumkin. Как европейский stil uslubida desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonimizda o'zini 6 kishilik stol stuli, yumshoq mebel texnikalari. Mana bu tomonimizda TV zonasi. Ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa xonadonimizning kirish qismidagi hol zonasini ko'rishingiz mumkin. Boshqacha, xudo xolasa meni eslatma uchun aytib o'tib ketaman. Men bu sizlarga qanaqadir videoda past ko'rinayotgan bo'lsa, meni bo'yim 182. Bu mendan ancha balandda, e'tibor beringlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Xonadonimizning o'ziga yarasha bo'lgan koridor qismi. Mana bu tomonimizni juda ham zo'r joylashtirib o'tib ketilgan. Men bu joylarni sizlarga alohida tushuntirib beraman. Hozir Kennaym ofisdan boshlaymiz. Chunki videomizni aksariyat 80% ni ayollar ko'radigan bo'lsa, bularga o'zini ofis qizuv, hamma texnikasi Hoffman kompaniyasiga tegishli, ko'rishingiz mumkin. O'zini idish-tovoq yuvadigan texnikalarigacha ham qo'yib ketilgan. Mana bu tomonda qo'ni-qo'shni dugonalaringizni chaqirib, ozgina televizor ko'rib ham mana bu yerda ishingizni qilsangiz bo'ladi, xudo xolasa. O'zini balkon qismi ham bor. Uni ham sizlarga operatorimiz bitta ko'rsatib beradi. Endi boya sizlarga aytgan bu birinchi sanuzel qismimizni, bitta bunday aylanib oling, bizga oson bo'lsin. Mana bu sanuzel qismimizni ko'rishingiz mumkin. Birinchi sanuzel qismimiz. Mana bu tomonimizda birinchi spalni. Yosh katta odamlarga juda ham mos, birinchi etaji, ya'ni birinchi spalnimizni ko'rishingiz mumkin. Konditsioner, barcha shart-sharoiti bor. Xonadonimizda juda ham zo'r bilan dizayn qilingan, ya'ni klassika va minimalizm uslubida qilingan, чтобы boshingizni ortib qo'ymaydi dizayni. Ketdi. Sizlarga endi ikkinchi etajni ko'rsataman. Xonadonimizda 7 qavatli novostroyka dommi 6 va 7 qavatida joylashgan. Umumiy maydon 140 metr kvadrat bo'ladi o'shanda. Ko'rishingiz mumkin. Tepa qismimizda katta hol zonasi deyiladi. Mana bu tomonimizda zinalari o'zini. Sizlarga endi boya aytganim, ikkinchi zal qismimiz. U zal qismimizni nimaga ko'ngli nozik insonlar deganim uchun, mana bu qismi haqiqiy o'zbekona zal. Bola chaqalar bilan bemalol maza qilib, to'polon qilib o'ynaydigan katta zal, xudo xolasa bu ikkinchi zalimiz. Ko'rishingiz mumkin. U tomonga seryozni okalarni joylashtirib gaplashib olsanglar bo'ladi bemalol. Mana bu tomonlarimizda o'zini razdenli bo'lgan ikkita xonamiz va uchinchi sanuzel qismimiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng sanuzellarimiz. Ikkinchisi, astag'firulloh, sal adashdim. Shoshilib turibmiz. Inobatga olib qo'yasizlar buni ham. Mana bu tomonimizda Shirindan shakar farzandlarimizning ikkinchi etajda joylashgan yotoqxonasi. Bu yoqni ko'rdinglar. Endi sizlarga bitta boshlaymiz. 3-sanuzel ko'rishingiz mumkin. Boshqacha qilingan. Xudo xolasa uyni o'zingizlar kelib ko'rmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Videoda baribir sal kichkinaroq ko'rinadi, lekin uy juda ham katta. Mana bu tomonimizda garderobni zonamiz. Mana bu tomonimiz eksklyuziv, ya'ni spalnimizni ko'rishingiz mumkin. Yumshoq mebellari, mana bu tomonda tosh oynalari ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomondan ham oling aka, mana buni ham bitta ko'rib boqsin. Mana televizor uchun joy tashlab o'tib ketilgan, обязательный. Mana bu tomonlarimizda полностью deraza, pardalarimiz hozir yopiq. Biz videoni sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun kechqurun ovomizda pardani ochganimiz bilan foydasi yo'q. Xullas, xonadonimizni mana ko'rib oldinglar. Duplex deyiladi bunaqa xonadonimiz. 140 metr kvadratli xonadonimizni sizlarga to'liq ma'lumotini tushuntirib beradigan bo'lsam, ushbu fayzli xonadonimiz Yashnobod tumani poytaxt rezidens turar joy majmuasida joylashgan bo'lib, ulitsa Maqtumquli Arenter, ya'ni xonadonimizning umumiy maydoni hali aytganimdek 140 metr kvadrat. Duplex xonadonimiz 5 xonadan iborat 3 ta sanuzelli Eurolux narxiga keladigan bo'lsa, $230,000 baholanmoqda. Albatta past balandini qilib beramiz, o'zbekchilik, kelishtirib beramiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, likelarni bosib, uy qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Joninglar omon bo'lsin. Topganmiz kanaldan uzoqlashmanglar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz.